Assalomu alaykum aziz oilalar, kanalimiz a'zolari. Quva tumani Sultonobodda, ya'ni Boyto'pida 17 sotlik 5 xona uyi bor. Uyimiz sotiladi. Bu yerda hammomlari, hojatxonalari hamma yo'g'i bor. Hayvon boqish ham xudo xolasa kengina sharoitlari bor. Manzilimiz birinchi Quva sentrdan kelsa chap qo'lda paxta zavod, o'ng qo'l chap qo'lda paxta zavoddan o'tgandan keyin birinchi o'ng qo'lga kirgan ko'chani birinchi ko'chasida ikkinchi uy, xudo xolasa. Uyimiz eni ham enli, xudo xolasa bemalol ikkita oila yashasa ham bo'laveradi. Xudo xolasa bu yerda hamma yo'q sharoitlari bor. Qo'ni-qo'shnilar yashaydi. Ichkarilarni to'liq ko'ramiz. Qani ketdik yuring. Xullas uyni ichkari holati mana so'rtoylar qilib qo'yishgan. Bu yerda mana 2 xona ko'rsating, 2 xona koridorlarni qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Xudo xolasa. Uyda remontlari ham yaxshi, ichkarilarni oladigan odam kelib bemalol ko'rsa bo'ladi. Bu tomonda yana 2 xona eski uyimiz mavjud. Naveslar qilib qo'yishgan yonlariga ko'rib turibsizlar. Va bu tomonni ko'rsating aka. Bitta bir xonaga bu tomonga bir 3 xonaga chiroyli qilib pastlikni uy qilish uchun fundamentlar qo'yib qo'yilgan. To'g'rimizda ko'rsating. To'g'rimizda hammom, yozgi oshxona, so'rilar uchun joylar qilib qo'yishgan chiroyli qilib. Agarotlarni bir qator sekin olib borib chiroyli ko'rsatinglar. Agarotlarda ham bemalol hayvon boqqani sharoitlari bor. Atroflari o'ralgan. Qo'ni-qo'shnilar xudo xolasa hammasi yaxshi bu yerda. Ko'rib turibsizlar. Ushbu uyimiz sotiladi, ko'rib turibsizlar. Fayzli, xudo xolasa olgan odam maza qilib yashaydi. Ushbu uyimizning narxini 60 mingdan o'tib beramiz deyapti. Telefon qilib olasizlar. Sog' bo'linglar.